Hammaga men o'sha 2 yil video qo'ymay yurgan bo'laman. 2 yildan beri video qo'ymadim. Bir marta ham video qo'ymadim. Hozir men yana video qo'yib boshladim. Ya'ni oldimga maqsad qo'ydim. Shuning uchun video qo'yib boshladim. Obunachilar, sizlarga rahmat. Meni qo'llab-quvvatlab turgan odamlar hammasiga, barchasiga rahmat deb qolaman. Men 4 ta video chiqardim. Mana bu 4-videom. Ana shu videolarim hammasiga 200 ta like bo'lsa, men yuzimni ko'rsatishga qaror qildim. Va nimaga video qo'yib boshlaganini sababini ham aytmoqchiman. Sababi men 1 million ta obunachi bo'lsam va videolarim hammasi rekka chiqsa, men inshaalloh 1 million bo'lgandan keyin, o'sha menga pul kelib boshlagandan keyin men onamni hojiga yubormoqchiman. Ya'ni onam men o'zim YouTube'ga video qo'yishimga, boshqa narsa hamma narsaga PUBG o'ynashimga, deyarli shunaqa narsalarga hammasiga rozi emaslar. Ya'ni unaqa narsalar ishlama deb qarshilik qiladilar, lekin shunga qaramasdan men onamni gaplariga quloq solaman, lekin onamni o'zim hojiga yubormoqchiman. 1 million ta obunachi bo'lishim kerak. To'g'ri, hozir ko'p odam endi 11 ta obunaching bor yoki 12 ta obunaching bor, qanaqa qilib 1 million bo'lasan, qachon bo'lasan deydiganlar uchun unaqa qilib nima qiladiganlar bo'lsanglar, gapiradigan bo'lsanglar, marhamat, videomni umuman ko'rmasdan o'tkazib ham ketaveringlar. Umuman sizlarga orqalardan hech nima demayman, boshqa ham demayman. Lekin meni podishka qiladiganlar uchun katta rahmat. Xudoyim sizlarni ham uyingizdagilar agar hojiga bormagan bo'lsa, Xudoyim hojiga borish nasib qilsin.